Hi everyone, and welcome to Grammar Ladder. On my last video, we talked about the indefinite article an. Today we will learn the definite article the. Birinchidan biz bugun iniq article the to'g'ri qilib o'taylik. Bizning oldingi ko'rgimizda biz iniqsiz article, ya'ni an bilan tanishganmiz. Bugun endi iniq article the bilan tanishib boqaylik. Odatda the ning ishlatilishi bir qancha xil bo'ldi. Birinchidan odatda u birlik va ko'plikka o'xshash ishlatiladi. Masalan, the man, iliqi er, the man, iliqi erlar, the week, iliqi hafta, the weeks, iliqi haftalar, endi the week. O'shada hafta deb tushunmoqchiman. Endi the weeks, iliqi haftalar, the door, iliqi eshik, the doors, iliqi eshiklar. Demakchi, mishada so'zga ismlar birlik ham ko'p shaklda keldi, lekin oldicha o'xshashlar the ishlatiladi. Ikkinchisi hamda odatda faqat birla yoki bir guruh, bir sistemli shaylar oldida biz the ni ishlatib qo'yamiz. Masalan, the earth, the sun, the sky, the moon, the sea, the stars. Yana ko'ra baqsak, the earth, yer shari nima? The sun, quyosh, the sky, osmon, the moon, oy, the sea, dengiz, the stars, yulduzlar. Yana buni oldinma olamiz. Mayli biz odatda birla bo'lgan, yo bo'lmasa bir sistemdagi shaylarni olamiz degan nima? Uni oldik, lekin asosan tarjima qilmasak bo'ladi. The sun, quyosh, the sky, osmon, shunday qilmasak bo'ladi tarjimada. Endi yana bundan bilak faqat birla bo'lgan, ya'ni masalan tabiatni birla bo'lgan shay deymiz nima? Masalan, the Atlantic, Atlantic, ya'ni Atlantik okean demakchi. The Alps, Alp tog'lari. Shunday biz birla bo'lgan yoki bo'lmasa bir guruh, bir sistema tabi bo'lgan shaylarni oldicha the ishlatyapmiz. Uchinchisi hamda bir shay yoki shu shayga munosabatlik yana bir shay shu jumlada ikkinchi qitim o'ttirib qo'yilganda yana oldiga nima olamiz? The. Masalan, misoldan ko'rib boqaylik buni. I bought him a book, but he returned the book. Men unga bir kitob berdim, lekin u kitobni qaytarib etdi. Ikkinchisi, he gave me a watch, but the watch was not new. U menga bir soat bergandi, lekin bu soat yangi emas ekan. Demakchi, ikkili jumla qanday oldida bir shayni masalan birisida oldiq, yana birisida badi degan shaklda ifodalab, masalan book and watch degan ismni. Ikkinchi qitimcha yana jumla keyin takrorlanadi shu. Bu chaqcho oldiga the. Buni teqim aniq qilish uchun odatda the. Bizning aniq article the degan so'zni olib qo'yamiz. To'rtinchidan so'z birikmalar tomonidan aniqlab kelingan ismlarni oldirib keladi yana. Masalan, odatda girl deydiq nima? Bir qizchaq. And that the girl that I saw. Men ko'rgan eliqi qizchaq. The book in English. Ingliz tilidagi eliqi kitob. The car that he bought. Eliqi mashina, ya'ni u setib olgan. Demakchi, u setib olgan eliqi mashina. The place where we played. The place where we played. Biz o'ynagan eliqi joy. Degandek, ismlarni o'rin oldicha, so'z birikmasi tomonidan aniqlab kelindi, lekin oldiga the elindi. 5-dan endi odatda o'rinni bildirib kelgan alohida bir shay vakillik qilgan hamda ismlarni oldirib keladi. Masalan, pass me the book. Pass me the book. Bu yerga pass degan fe'lni bilamiz. Masalan, epre sunish degandek. Pass me the book. Kitobni menga sunib bering. Bu kitob nerda asli? The book is on the desk. Kitob bo'lsa asli stol ustida. Bundan boshqa masalan yoki o'rindiqning ustida, televizorning ustida desang bo'ldi. Maqsad o'sha kitobning o'rnini bildirmoqchi. Shu o'rnini bildirgan ismninki oldiga nima olganman? The. Ikkinchi misolni ko'rib qo'yaylik, unda bo'lsa. Please turn on the radio.
radioni echirting yo bo'lmasa radioni eching. Bu radio-chi bu ma'lum bir joyda demak ama the radio in the box, the radio in the living room. Masalan mehmonxona uydagi radioni echirting demakchi. Uchinchidan she is in the kitchen. She is in the kitchen. U bo'lsa nada? Oshxona uyda nima? The kitchen of her house. Mishalki oshxona uy qaysi? Endi shuning uyiningki oshxonasi nima? The kitchen of her house. Endi 6-dan odatda oshirim daraja, darajalar va sifat ham almash o'ringa kelganda yana oldiga the deb qo'yamiz. Masalan, the first day, the best book, the only way, the last class. Demakchi the first day, masalan tunji kuni, ma'lum bir shirkatdan tunji kuni deb tushunsak bo'ldi. The best book. Eng yaxshi kitob nima? The only way. Birdan bir yo'l. The last class. Oldingi dars. Unda bo'lsa buni bir jumla qo'llanib boqaylik. On the first day of summer vacation, we went to New York. On the first day of summer vacation, we went to New York. Yani yazlık tatilning tunji kuni biz New Yorkga bordik. Hamsharki tunji kuni degan oldiqida the first day. 7-dan endi sifatlarni oldirib kelib, shu sifatga ega bir turkum kishilar ko'rsida. Masalan, we should help the poor. We should help the poor. Hamsharki poor deymiz albatta biz namrat, masalan bechora deb tushunamiz. Endi oldiga the nalag'anikin cho butun o'sha namratlar, yo bo'lmasa bechoralar degandaka, we should help the poor. Biz namratlarga yordam qilishimiz kerak. The English like traveling. The English like traveling. Ya'ni inglizlar, yo bo'lmasa inglizliklar sayohat qilishni yaxshi ko'rdi. Demakchi mishalki English. Buni oldicha the. Shuni misolni ko'rib boqaylik. Respect the old and love the young. Cho'nglarni hurmatlab, kichiklarni izzatlaylik. Mishalki old and young. Ikki sifatni o'ylab olgan burun biz masalan qari, yashangan, yo bo'lmasa yosh deb. Endi old, qari, yashangandan oldiga the deb qo'ysaqchi, the old. Butun masalan shu yashanganlar qatilmay, yo bo'lmasa qarilar degandaka. Endi young, biz yosh deb bo'lgan so'z. Buni oldiga the nasaqchi, yoshlar. Bir turkum yoshlar olib ketdi. Endi 8-dan ikkisini o'rtasiga ni qo'yish orqali bog'lanib kelgan ismlarni oldirib kelalaydi, yana. Masalan, the Gulf of Mexico. The Gulf of Mexico. Masalan, Meksika qo'ltiqi demakchi. O'shada Meksika qo'ltiqi degan so'z qaysi bilan bog'landi? The United States of America. Amerika Qo'shma Shtatlari. Buni oldirib qanday? The bizning aniq artikl keldi. Chunki bilan bog'langan-ku. Keyingisi the 12 maqam of Uyghur. Uyg'ur 12 maqami. Demakchi Uyg'urning 12 maqami degandek tushunsak bo'ldi. Oldin yana qanday? The bizning aniq artikl elinda oldiga. 9-dan ismlarning oldida sifat kelganda ularni oldida ishlatalaymiz yana. Masalan, odatda street. Masalan, ko'cha deymiz nima? New Street. Yangi ko'cha. Endi the New Street sektor bu yana o'xshashlar yangi ko'cha. Lekin biz degan qoidaga asosan bir ismni oldirib sifat keldi, sifatni oldirib endi artikl the ni qo'ysak bo'lgan. The old building. Koni bina. The old building. Yancho chess. Masalan, shaxmat deydi-ku, Chinese chess. Jungut shaxmat. Endi oldiga the ni asaqchi the Chinese chess. Bu meni shu Jungut shaxmat, Junguning shaxmati degandaka. 10-si familiyaning ko'p shakli bilan birga kelib, shu familiyadagi butun bir oila a'zolarini ko'rsatadi. Masalan, Mr. Tony's. Tonyning keyingi esqidilish nomi, endi Tony oilasilar demakchi. Tony apandining oilasigilar. Masalan, bu kimlarni ko'rsatadi? Mr. Tony, Mrs. Tony and their family. Tony apandi, Tony xonim, onikincho uydagi masalan yana bu boshqa a'zolari. The Mr. Fords.
Ford Appendi. Endi keyingi esqatiliq endi nima bo'ldi bu? Shu Ford Appendining oilasi, ya bo'lmasa oila a'zolarini bildi ko'rsatmoqchi. Mr. Ford, ya'ni Mrs. Ford and their family. Ya'ni o'xshashlar Ford Appendi, Ford xonim, ana kincho Ford Appendining oilasilar. Hammalar o'rtaq qanaldimda the Mr. Fords. And 11-da yana north, south, west, east qatorliq masalan bizning yo'nalishlarni ko'rsatgan sifatlar ma'lum ismni oldiga kelganda ularni oldinmi qo'lga olamiz. Masalan, the North Pole. Bu nima? The North Pole, Shimoliy qutb. The South Pole, Janubiy qutb. The East End, ya'ni sharqiy uchburchak. The West End, g'arbiy uchburchak. The Northwest of China, Junguning g'arbiy shimoliy. Demakchi mushlarni oldin qanday the aniq artikelni qo'lga oldik. Endi lekin shu davlat va rayonlarning ismini ayirib aytmoqchi bo'lsak, bu chog'da the chiqib qoladi. Masalan, America. Yani buni oldicho hozir ko'rsatgan bizningki yo'nalishimiz bor, masalan, janub shimol deydigan. Endi America, buni oldiga north qo'ygandan keyin North America. Endi yana buningga the ni qatqin bo'lmaydi. Demakchi, bu yerda chiqib qoldi degan so'z. South America, Janubiy Amerika. South Thinking, Janubiy Xinjiang. West Germany, G'arbiy Germaniya. Demakchi, bu davlatlarning ismini ayirib ataganda biz shu yo'nalishlar bilan ketib, qana oldiga the ni olmasak bo'ldi ekan. Okay, today we learned the definite article the. It's all for today. Thank you. See you next video.